Turkiyaning TRT1 davlat telekanali taniqli aktrisa Aybuke Pusat bilan shartnomani bekor qilganini bildirdi. Atigi bir necha hafta oldin Aybuke Pusat Tashkilot ommabop serialining 6-mavsumiga jon deb shartnoma imzolashini aytgan edi. Biroq endi davlat telekanali uni ishdan bo'shatgani ma'lum bo'ldi. Telekanal vakillari buni e'lon qilishdi. Bunday kutilmagan qarorga Aybuke Pusatning ijtimoiy tarmoqdagi shaxsiy sahifasida e'lon qilgan postlari sabab bo'ldi. Aktrisa o'zining storiesida vatandoshlarini iqtisodga boykot e'lon qilib, 2 aprelda hech qanday xarid qilmaslikka chaqirdi. Ko'plab jamoat arboblari bunday chorlovlarni hurmatsizlik deb baholashdi. Axir Aybuke davlat kanalida namoyish etilayotgan serialda bosh rolni o'ynayotgandi. Tashkilot seriali aktrisalaridan birining postlari TRTning jamoaviy tamoyillariga aslo mos kelmaydi. Serial tomoshabinlarining hafsalasini pir qilgan gaplar uchun ushbu shaxs loyihadan chiqarildi, deyiladi telekanalning rasmiy murojaatida. Prodyuserlik kompaniyasi so'zlariga ko'ra, bosh rol ijrochisi ketishi tufayli 5-mavsum ssenariysi tahrir qilinib, ko'plab sahnalar qayta suratga olinadi. Pusatning ba'zi hamkasblari, xususan Cem Yilmaz, Burcu Biricik, Boran Kuzun uni qo'llab-quvvatlashdi. Aybuke ijtimoiy tarmoqdagi postlari sababli ishini yo'qotgan yagona artist emas. Bir zamonlar Istanbulda seriali yulduzi Murat Daltaban ham ijtimoiy tarmoqdagi shunga o'xshash so'zlari uchun loyihani tark etdi. Pusat ishdan ketkazilgandan so'ng tashkilotda uning rolini kim o'ynashi ijtimoiy tarmoqda keng muhokama qilindi. Aktrisalarga takliflar berildi, ammo bu rolni endi o'ynaydigan aktrisani halitdan tanqid qilish boshlandi. Tomoshabinlar Aybukening serialda suratga tushishda davom etayotgan hamkasbi Tolga Saritashning bu borada hech nima demagani ham muhokama qilinmoqda. Sevgilisi Aybukeni qo'llab-quvvatlagan aktyor Furkan Andich TRT tabiiyning muxbir serialidan chiqarib yuborildi. Furkanning 2 kun davomida tushgan sahnalar qayta suratga olinadi. Suratga olish ishlari Furkan Andichning o'rniga yangi aktyor topish uchun to'xtatildi. Eslatib o'tamiz, tashkilotning 5-mavsumi iyunda yakunlanadi. Agar reyting yaxshi saqlansa, 6-mavsumni ham ishlash rejalashtirmoqda. Bizni kuzatib boring, sizni hali oldinda qiziqarli va yangi roliklar kutmoqda.